Bir kema kapitanidan ahvollar qalay deb so'rashganda, yaxshi, lekin cho'kyapmiz deb javob bergan ekan. Sizlar bilan hozir may oyidagi holatni bir ko'rib chiqamiz. Holat cho'kyapgan yoki rivojlanayotgan, buni albatta videodan keyin bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Siz meni YouTube kanalimdasiz. Ushbu videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'yishni va komment bildirib qo'yishni esdan chiqarmang. Bunday bo'lsa biz boshladik. Bugun kuniga 4-iyun, yozning 4-kuni, may oyini ham tugatib oldik, bahorni ham tugatdik birato'la va bundoq yaxshilab o'ylab qarasa, yilni yarim yilligini ham mana shu oyda tugatar ekanmiz, ya'ni shu oyda tugatar ekanmiz. Endi shu oyni kategoriyalarga bo'lib chiqadigan bo'lsam, ketdik unday bo'lsa. Birinchi kategoriya har doimgidek ana shu kitob o'qish. Kitob o'qish bu oy 31 kun davom etgan bo'lsa-da, men umuman kitob o'qimadim deya olmayman. Natijada deyarli kitob yo'q, ya'ni 0 ta o'qilgan kitoblar bo'yicha. Ammo ba'zi bir kitoblardan chala-chulpa o'qigan holatda va bitta kitobni yozib qo'ydim, ya'ni Xalqaro ommaviy huquq degan kitobda kitob mavzu oxiridagi chizmalar bo'ladi, ya'ni tushuntirib bergan chizmalar. Imtihon uchun boshidan oxirigacha ko'rib chiqdim va shuni endi shunchaki yozib qo'ydim. Lekin aslida rasmiy olib qaraydigan bo'lsak, kitob o'qimadim. Shunday bo'ldi bu may oyi. Va shu kitob o'qimaganligim sababli boshqa narsalar bilan vaqtning o'rni to'ldi. Va bu vaqtning o'rni to'lganligi ikkinchi sahifaga o'tamiz, ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarda ancha faol bo'ldim, rivojlantirdim, kuchaytirdim. Ancha obunachalarim ko'paydi, layklar, bola-batan, xullas shu obunachilar orasida sizlar ham borsizlar va endi YouTube'ga videoni hozir shu ijtimoiy tarmoqdan ko'rib turibsizlar. Ya'ni o'tgan oyda, ya'ni may oyida 14-15 kunlarda o'sha podkast qildik va undan keyin hisob ham qilingan, ya'ni 2 dona video YouTube'ga joyladim. Va Instagram tarmog'iga bo'lsa 11 ta video joylabman. Ana shu 31 kun davomida. Va shundan so'ng Instagramni boshida kirayotganimda ozroq kirayotgandim, shunchaki narsa o'sha videolarni yuklash uchun va keyinchalik bu odatga aylanib ko'payib bordi. Yarim soat, so'ngra 1 soat, keyin 2 soat, keyin 3 soat, keyin 3,5 soat, 3 soat 50 minut o'tib ketganda, keyin to'xta dedim. Instagramni hozircha o'chirib tashlamasak bo'lmaydi deb turib, o'sha 29-may kuni o'chirib tashladim va hozir xayriyatki ancha qulog'im tinch, ko'nglim xotirjam va shu videodan ham ozgina kesib turib, o'sha Instagramga qo'yib qo'yish mumkin va lekin iloji boricha bu tarmoqdan ozroq foydalanishni tavsiya beraman. Keyingi kategoriya haqida gapirib beradigan bo'lsam, bu kategoriya sizlar uchun tanish, men uchun ham anchadan beri tanish. Bu kategoriya albatta sport. Sportda asosan yengil atletika, ya'ni yugurish. Yugurishda bir kungina yuguribman, ya'ni ana shu Barkamol Avlodda mayning boshida 4 kilometr yuguribman. Va shu bilan sportimiz o'z nihoyasiga yetibdi. O'tgan oyda juda ham ko'p qatnagandim, juda ham ko'p yugurgandim. 130 kilometr, nechadir kilometr bo'lgandi va bu oyda bo'lsa, ya'ni bu o'tgan, ya'ni may oyida bo'lsa, unaqa katta natijalarga erishmadim. Va lekin biroq bir rekordni yangiladim. Bu rekord ana shu 12-may kuni bo'ldi. Ya'ni yomg'irda bitta do'stim bilan Sardorbek degan yangi tanish, ya'ni do'st o'tirdik. Bu ham mana shu universitetda o'qirgan, 2-kurs. Shu bola bilan kechki payt o'sha yomg'irli havoda mazza qilib to'p tepishdik va keyin janglar tepishdik. Ya'ni siz bunaqa rekordni yorib tashlagan bo'lishingiz mumkin, lekin men uchun bu rekord bo'ldi. Ya'ni 76 ta tepgandim. Ana shu kuni 77 ta tepdim. Ya'ni o'zimning eski rekordimni, 1 yil oldingi rekordimni yangiladim. Va keyingisida bo'lsa, aytishim mumkin, mana shu may oyini eng asosan, ya'ni 50% ni yoki bo'lmasam 60 yoki 70% ni qamrab olgan, ya'ni narsa bo'ldi. Bu ishga chiqish. Ya'ni hozir 2-kurs emasman, 3-kursman va 1 yil qoldi o'qishimni tugatishga va endi bundan buyog'iga asta-sekinlik bilan o'sha mustaqil hayotga qadam bosib, ana shu o'zini o'zi qoplash, moliyaviy mustaqillikka erishish va shu kabi narsalar yo'lida harakat qilib turibmiz. Juda zo'r bo'lmasa ham, lekin bu ancha o'zini samarasini berdi. Bu oyda 10 kun davomida ishga chiqib, taxminiy shu 2 milliondan oshiqroq pul ishlayapman.
va bu odatiy kunlar ichidagi yaxshi kun bo'ldi. Ya'ni ko'ngil xotirjamroq, endi kattaroq ishlatish mumkin degan naqani beradi, ya'ni ishonch beradi. Va bu bekor ketmadi. Shu narsalarni endi maqtanadigan taraflari ham bor. Maqtanarli jihatlari nimalar deb iborat. Ya'ni buni ham yozib qo'ygandim. Bu 7-kategoriya edi. Ya'ni shu ishlangan pullarga forma olindi, ya'ni shu sport forma oldim. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rib qolishingiz mumkin o'sha chiroyli formani. Keyin butsi oldim, ya'ni F50 dan maza qilib endi professionalroq tarzda sport bilan ham shug'ullanamiz. Va keyingisi bo'lsa, mana ko'rib turishingiz mumkin. Mikrofon. Hozir shu video sifatini ham bilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ovoz juda ham chiroyli chiqayotgan bo'lsa, ajab emas. Mana bu mikrofonning sherigi, ya'ni ikkita mikrofon. Xullas, bu juda ham ya'ni men uchun ancha yaxshi natija deb hisoblayman, pozitiv natija. So'ngra shtativamni bitta olib oldim. Xotirjamroq endi yozda ko'proq blog olishimiz ham mumkin. Xudo xolasa nasib qilsa ko'ramiz. Va so'ngra vosk va to'p oldim. Voleybolniy to'p endi maza qilib o'ynashimiz ham mumkin. Va shu juda ham katta natijalar bo'lmasa-da, ancha o'zgarishlar, yangi o'zgarishlar keltirib chiqardi. Ya'ni may oyini nima bilan o'tdi, nimalar erishding, nimalar olding deganda shu narsalarni ayta olishim mumkin, to'g'risini aytganda. Xo'p, endi keyingi kategoriya bo'lsa filmlar. Ya'ni biz shu 31 kun davomida bekor yurmadik. O'sha choy chapganda, uxlashdan oldin yoki bo'lmasam bekor ish paytlarida xullas filmlar ko'rdim. Va bu filmlar qaysi filmlar deb savol berilganda, men o'sha aytishim mumkinki, Muz 3 degan filmni ko'rdim. Ya'ni Rossiya kino ijodkorlari tomonidan yaratilgan film. Shunda bundan oldingi videoda aytganman yoki yo'q, o'sha burgalar nazariyasi haqida ham gapirib ketilgan va o'sha mustaqillik erish haqida ozgina, ya'ni o'smirlik davridan o'tish jarayonlari haqida ozgina o'sha videoda batafsilroq ko'rsatib o'tirgan kinoda. Va bu kinoni ko'rishni tavsiya qilaman. Muz 1-2larni ham ko'rgandim, menga ancha yoqqandi. Bu filmni ham ko'rishni sizlarga tavsiya qilaman. Keyingisi bo'lsa Avatar filmini ko'rmagandim. Ora-chorada bir kinoteatrda qo'yganini ko'rib qolgandim, ma'lum qismdan, ya'ni boshdan oxirigacha to'liq bu filmni ko'rib chiqmaganman. Va bu filmni ko'rib chiqdim. Bu film menga ancha yoqdi. Avatar 1 bilan ikkisini ko'rmadim, 3-qismini, ya'ni yangi qismini ko'rib chiqdim. Menga juda ham yoqqan taraflari qaysi bo'ldi desa, ya'ni bu yerda Kristofer Nolan'da adashmasam nimalar alohida e'tiborga sazovor, ilojsiz qolgan paytlarda, ya'ni umidlar uziladigan paytlarda yangi umid paydo bo'lishi yoki bo'lmasam sodir bo'lish ehtimoli nereal narsalar, vaziyatlar sodir bo'lish haqida gapirib bergan, ya'ni ko'rsatib tasavvur qildirib bergan. Avatar bu yerda narigi dunyoga o'tib ketdi, ya'ni o'sha avatarlar dunyosiga bir bola haligi daraxt yordamida o'sha tirilib, ya'ni tanasi o'zgarib ketdi. Xullas, shu narsalarni ko'rsatyapti. Ya'ni bunda umumiy olib qaraydigan bo'lsa, ilojsiz vaziyatlarda ham yangi umid beradigan, imkon beradigan narsalar ham bo'lib qolishi mumkin degan narsani ko'rsatyapti. Lekin juda zo'r emas film, lekin yoqdi, yomon demayman. Bunaqangi film ishlash o'zi bo'lmaydi. Ya'ni buni ko'rishda hozir mana oddiy tomoshabin bo'lib ko'rish bor va uni mutaxassis sifatida ko'rish bor. Men juda mutaxassis sifatida emas, o'rtacharoq yoki o'rtacharoqdan sal-pasal havaskor bloger sifatida ko'rdim. Ya'ni bunda juda ham ko'p kadrlar almashgan, juda ham katta texnologiyalar ketgan, juda katta xarajatlar, juda katta haligi ish hajmi, sun'iy intellektdan ham foydalangan bo'lishi mumkin. Menimcha ba'zi narsalar, montajlar juda kuchli yoritib tashlangan. Shuning uchun Avatar filmini ijodkorlariga 5 deb qo'yamiz. Va keyingisi bo'lsa Shutter Island degan filmni ko'rdim, ya'ni la'natlangan orol degan. Bir do'stim, ya'ni tavsiya berganda, men yoqtirgan filmlardan bittasi shu Shutter Island ko'rgin deganda, ha bo'pti, vaqtim bo'lsa ko'raman degandim va ko'rdim. Va bu naqada, ya'ni bu filmda o'sha Leonardo DiCaprio o'ynagan va bu DiCaprio shunaqangi dahshat o'ynagan ekanki, men film tugaganda
ChatGPT bilan ham ozgina gaplashib ko'rdim. Aslida Leonardo DiCaprio o'sha kasalxonadagi bitta o'sha shifoxonadagi o'sha davolanayotgan shaxs bo'lgan ekan. Ya'ni davolanayotgan shaxs. Uni atrofidagilar просто rol o'ynab bergan ekan. Bu o'zini o'sha tergovchi sifatida ko'rsatib berishi kerak ekan. Ya'ni bu o'zini tergovchiman deb o'ylashlik uchun o'sha miyasida shu narsani aylantirish uchun ularni atrofidagi doktorlar hammasi rol o'ynab, buni sen tergovchisan, ha shunaqasan, sen zo'rsan, sen o'sha marshalsan deb turib, unga o'sha shunaqangi atmosferani tug'dirib berishar ekan. Aslida film boshlanishidan ham xuddi shunday ketgan va to'g'ridan to'g'ri oxirgi epizodlarda u aytadiki, o'sha yaxshi yomon odam bo'lib omon qolishmi yoki yaxshi odam bo'lib har kuni o'lishmi degan o'sha naqani aytganda, so'zlarni, iqtiboslarini aytganda, u yaxshi odam bo'lib qolishi va miyasidagi barcha bilimlari ketishini, ya'ni jinnixonada shu jinni qiladigan qo'lni olishligini shu ko'rsatib ketgandi va keyin ChatGPT bilan gaplashganimda aytayaptiki, aslida u shifoxonadagi shu davolanayotgan shaxs bo'ladi, jinni bo'ladi, atrofidagilar uni rol o'ynaydi xolos. Sen uni haqiqatdan marshal deb o'ylamagin. Bu ko'pchilik ijodkorlar uchun xuddi shu, mana rejissyor asosiy fikri ham shundan iborat edi. O'sha uni ya'ni marshalligiga, ya'ni ana shu tergovchi ekanligiga boshqalar o'sha ko'ruvchini, ya'ni tomoshabinni ishontirishda maqsad deyapti. Ya'ni endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, aslida film rejissyorlari, ijodkorlari, aktyorlari buni emas, mana tomoshabinni jinni qilishgandek nazar tutiladi. Mana ya'ni siz bitta narsaga qattiq ishonib olasiz, mana shu narsa to'g'ri deb o'ylaysiz va aslida hamma qarshi kelayotgan narsalar aslida to'g'ri bo'lib chiqadi. Siz ishongan narsangiz xato ekanligini keyin ham tushunib yetmaysiz. Pastda tushunib ham yetmaysiz, lekin xato bo'lib chiqadi. Lekin siz buni to'g'ri ekanligini bilasiz, boshqalar bilmasligini ham bilasiz va shunday deb o'ylab qolib ketasiz. Va shu narsani o'sha rejissyor shuni qilib tushuntirib bergan. Va meni ham miyamda boshimda juda ham aylandi bu fikrlar. Rostdan ham o'zi aslida tergovchi emasmidi? Nimaga bu o'sha davolanayotgan odam formasida, ya'ni shifokorlar xalatda yuribdi, nimaga bunaqa yuribdi deb turib boshida rosa o'yladim. Oxirida uni do'sti ham haqiqatan xiyonat qilsa kerak, bu ham xiyonat qilsa kerak, baribir buni olib qolishsa kerak deb o'yladim. Va lekin bu qandaydir usul bilan oxirida chiqib kelsa kerak. Shu yerda haqiqatan bu qamoqxonaga o'xshagan o'sha shifoxonani yo'q qilsa kerak deb o'yladim, lekin aslida unday bo'lib chiqmadi. Va shunisi bilan miyani bum qilishdi. Va keyingisida bo'lsa yozish, hech qancha yozganim yo'q, lekin bilasizlarmi, bugungi sarhisobda juda ko'p narsalarni yozganman. Har kunma-kun yozilgan narsalarni ancha tahrirlab chiqqandim. Ko'rinadimi bilmadim, lekin bu menga ancha yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, har doimgidek tavsiya qilaman. Bu oy 31 kun davomida 25 varoq ana shu yon daftarchamga yozibman. Kunimda bo'ladigan ishlar. Misol uchun bugun bu ish qildim, bugun bu odamlar tanishdim, bugun bu inson bilan bu ish qildik, bugun bu inson bilan mana shu film haqida gaplashdim, bugun mana shu kitobni o'qidim, bugun mana shu sport bilan shug'ullandim. Shu kabi narsalarni yozib, shunchaki qayd qilib qo'yaman, miyamdan shular narsalarni ko'chiraman. Chunki nima qiladi bu, menga qanday foyda beradi? Bugun mana misol uchun mana shunday sarhisob paytlarda bitta o'qib chiqdim, har bir kunimda nimalar qilganligim. Shunday shu narsaga e'tibor beryapmanki, har kunimda, ya'ni yangi bir o'zgarishlar, yangi bir narsalar yangi bir insonlar o'zini kutib turgandek. Xuddiki bekatlarda, hayotimdagi yangi bekatlarda yurgandayman. Bekatma-bekat sayohat qilayotgandek. Har bir kun yangi bekat. Bugun 4-iyun, bugungi mana shu videoni yozyapman. Ertangi kun 5-iyun umuman boshqa narsalar bilan band bo'lishim mumkin. Ya'ni o'zim kutmagan, o'zim oldindan tayyor bo'lmagan, o'zim xohlagan yoki xohlamagan, menga foyda yoki zarar keltiradigan har xil vaziyatlarga tushishim. Ya'ni bu hayot, albatta. Mana shu narsalarni mana shu yon daftarchamga o'zim ko'rgan filmdagi hikoyamni yozib boryapman. Qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, buni albatta oxirida bilish mumkin va buni yozib qo'yaveraychi deb shu yozib qo'yapman. Tarixga muhrlanyapti, sodda qilib aytganda. Va keyingisi bo'lsa, eng yaxshilardan bittasi, endi oxirgi tugatish qismiga o'tib qoldik. Futbolni ko'rdim. Ana shu hammaga mashhur
2026-yildagi Budapeshtdagi PSG Arsenal va PSG o'yini final, Chempionlar Ligasi finali. Dahshatli uchrashuv bo'ldi. Rostini aytsam, men ham shu Arsenalga muxlislik qilib ko'rdim. To'g'risi Parijni ham yomon ko'rmayman, yaxshi ko'raman. Arsenalni ham yaxshi ko'raman. Lekin baribir qaysi taraf haligi kuchsizroq bo'lsa, o'sha tarafga olmasligingiz keladi-da. O'sha taraf haligi kuchli bo'lib qolishini istaysiz-da. Kuchli taraf baribir yutqizsa, u baribir oldin ham kuchli edi, unga hech narsa bo'lmaydi degan haligi qarashlar bor, nazariyalar bor. Lekin Arsenal haqiqatan ham zo'r o'ynadi bu o'yinda. Ana shu o'yinda birinchi men shu o'yin haqida gapirib bergan bo'lsam, o'yin juda ham qiziqarli o'tdi. 4 ta taym bo'ldi. 4 ta taymda Arsenal umuman bermadi, PSJga haligi imkon bermadi gol urishga, boshqa narsa qilishga. Faqatgina penaltidan gol urildi va bu o'yin ijrochilari haqida ozgina gapirib bergan bo'lsam, agar olib qarasa, Arsenal haqiqatan ham kuchli edi. Bitta gol urib qo'yish uncha qiyin emasdi. Shu gol ura olmadi, omadi kelmadi, haqiqatan ham omadi kelmadi deb o'ylayman. Va PSG bu o'yinda ana shu penaltilar seriyasida va ana shu penaltilar seriyasi o'zining muxlislarini markazida bo'lganligi uchun ham yutib ketdi shekilli deb umid qilaman. Shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni psixologiyaga albatta ta'sir qiladi. Atrofingizda hamma dushmanlaringiz qarab turgan bo'lsa, siz albatta ularni boshqa narsalar haqida, ya'ni ular bilan bahslashish, urush haqida o'ylashni boshlaysiz. Agressiv harakat qilishni boshlaysiz. Atrofingizda do'stlaringiz qolgan bo'lsa, albatta do'stlaringiz bilan boshqacha, haligi samimiy, tabassumda, qanaqadir chiroyli munosabatda bo'lishni boshlaysiz. Va endi tasavvur qiling, Arsenal muxlislari orqada turibdi, 50 metr orqada, 60 metr orqada, почти 80-90 metr ham. Chunki stadion uzunligi 120 metr bo'ladi. 16 metr bu yoqqa olib tashlasangiz ham 100 metr orqada ekan, ancha muxlislar. Atrofda o'sha PSG muxlislari penalti tepish va ikkinchi bo'lib penalti tepish doim qiyin. Ya'ni siz ikkinchi bo'lib penalti tepganida hisobni tenglashtiradi xolos, oldiga chiqmaydi. PSG shu taraflardan omadi keldi va shu bilan olib ketdi. Va endi bu o'yinda umuman olganda shu mavsumdagi mana shu ikkala komandadagi menga yoqqan futbolchilar haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Endi Arsenaldan boshlasak. Arsenalda shu Declan Rice ancha qandaydir bir oldin ham bir Realga 2 ta gol urganda ancha ko'zga tashlangandi-yu, lekin bu darajada kuchayib ketadi deb o'ylamagandim. Lekin aynan mana shu yil davomida Declan Rice haqiqatan oltin to'p darajasiga chiqadigan futbolchi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ya'ni Declan Rice jamoadoshlarini qo'llab-quvvatlagani haligi it's not done degani. Ya'ni hal tugagani yo'q, it's will not done deb xullas shunday deb aytgani, ana shu videolar tarqalib ketgani. Undan tashqari Declan Rice Instagramda ham turli xil naqllarda, ya'ni turli xil saytlarda o'sha Angliyadagi haqiqiy bir londonlik insonga o'xshaydi, ko'rinishda, formalari. Undan tashqari ana shu madaniyat ham shu Declan Rice'ga shu o'xshab ketadi. Keyin bitta achinarli taraflari ham bor. Shu Arsenal chempion bo'lganda ko'chada yuribdi, xursand, hammadan baxtli, baqiryapti, xursand bo'lyapti, lekin haligi imkon yo'qda maza qilib kubok ko'targani, boshqa narsa qilgani. O'sha kubok ko'taradigan o'sha Crystal Palace maydonida ko'tarishdi-yu, baribir ungacha bo'lgan davrda, ya'ni chempion bo'lgan paytida, issiq bo'lib turgan paytda, o'sha paytda baribir ularda qandaydir chempionlik ham qiyin keldi. Ko'chada hech kim yo'q. Bechara Arsenalchilar biz chempion bo'ldik deb maqtanadigan odam ham yo'qda. Shu joylarga rosa achindim. Bir tarafdan lekin xursand, lekin haqiqatan bir Arsenal ozgina omadi kelmay qolganmi bilmadim. Shu taraflarini ham bir ko'rish kerak. Va keyin yana bittasi Max Doman degan bor. O'sha futbolchi 16 yoshli maktab o'quvchisi, maktabga kirib kelyapti, APL chempioni bo'lib, juda ham hamma xursand, qarsak olyapti. Bu bunaqangi xotira bo'lsa kamdan kam bitta ikkita bo'lishi mumkin, lekin juda ham bir tarixga muhrlanadigan xotira bo'lyapti-da. Qandaydir APL chempioni, dahshatli darajadagi rekordda qanaqadir katta yutuq, o'ta katta yutuq. Chunki APL chempion bo'lish uchun kimlar qancha harakat qilyapti, umrini beraveryapti, boshqa narsa qilyapti. Xullas, shunday gaplar. Keyingisida bo'lsa Raya, David Raya. 3 mavsumdan beri o'sha APLda oltin qo'lqop sohibi, ammo finalda yutqizganda ko'proq shunga achindim. Declan Rice'ga uncha achinmadim. Declan Rice shunaqangaligi sho'xroq, yovvoyiroq bolaga o'xshaydi. U yutqizsa, yutqizmasa unga uncha qiziq emas. Lekin Raya yig'lab bordi, haligi yig'lagani sababi kutublari katta edi, ya'ni yutish xohlagan, haqiqatan xohlab turib finalda yutish uchun u mehnat ham qildi-da. Penaltilar seriyasida bitta olib ham chiqdi-da, o'sha tepgan to'pni qaytardi ham.
ya'ni u haqiqatdan mehnat qildi. U ich-ichidan kutgandi shu yutishni xohlagandi va yuta olmagandan keyin qattiq yig'ladi. Ana shu yerda ko'rib turib, dedim-da, ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi dedi. Shu haqiqatdan Rayani ham o'zim uchun bitta kashf etdim. Va endi Arsenalda deyarli, Arsenalda asosiylardan bittasi bu Havertz edi. Kai Havertz. Bu Kai Havertz men o'sha 2021-yildagi Chelsea, 2021-yilda Chelsea'da Manchester Cityga finalda gol urganda ancha tanib olgandim, ya'ni o'sha Champions Ligasi finalda. Shu paytlar kursda tayyorlanardim. Domlamiz o'sha Chelsea'ni chempionligini ko'rsatib o'sha Havertzni maqtagandi. Undan tashqari Havertzda keyin bitta sovuq qonlik borda, nemis bo'lsa ham qanaqadir sovuq basharada nima bo'ladi? Sovuqqonlik, haqiqatan sovuqqonlik. Toza bo'ri deydi-ku, mana kulsa ham bo'ri, yig'lasa ham bo'ri, ashuna bo'rini og'zi qon deganda, shu haqiqatan bo'rini esga soladi Kai Havertz. Keyin bu hozir oldin yoshida ozg'inroq bola. Hozir semirib katta bo'lib 90 nechidir kelar ekan, bo'yi ham 1.90 ekan. Men buni ancha kichkinaroq futbolchi deb o'ylardim. Ya'ni yaqinda o'sha o'zimizni mana Qozog'istondagi bitta komanda bilan o'ynadi-yu Arsenal. Ashunda Kai Havertz haligi gol uryapti, uni bolalarga aytayapti, qozog'istonlik bolalar bilan turibdi, gaplashib nimadir qilyapti. Haligi qozog'istonlik bola bitta gol urganida xursand, mana Kai Havertz haqida qanaqangi katta natijalar bilan turibdi, ikkalasi bilan gaplashyapti-da. Haqiqatan baribir shu bola ham qandaydir natijaga, qandaydir sovrinlarga munosib deydi. Shu sovuqqonligi bilan o'zini shunaqangi katta o'yinlarda ko'rsata olishi bilan. Xuddi shu Kai Havertz Arsenalga ketgandan so'ng o'rniga xuddi shunday usulda shunaqangi darajada o'ynab bera oladigan o'sha Cole Palmer bo'ldi. O'sha PSG bilan o'yinda g'alaba golini ham keltirgan shu 3ta shekilli, adashmasam 2ta yoki 3ta gol o'sha qayta urgan gollarda ko'rsatgandi. O'sha jahon chempionatida Cole Palmer o'rnida undan oldingi o'sha nomzod o'sha Kai Havertz edi. Va endi hozir Palmer ham uncha kuchli o'ynamayapti, nimagadir endi bu mavsumdan boshsa kerak. Va shu men uchun o'sha Arsenaldagi meni hayratda qoldirgan o'sha yangicha bir kashf qilgan futbolchilarimdan biri. Va endi bo'lsa PSJga keladigan bo'lsak, PSJda haqida o'zimni gapirib bersam, Dembele albatta bor, Dembele oldindan bor. U qanaqadir lezvadaqa tepada, shu narsalar liniyada shu lezvada tekis uzatib beradi. U Dembeleni 2019-yilda o'sha 18da ham pashti o'sha Barselonada o'ynayotgan paytlarida kuzatardim. Bu bola o'ta dahshat edi. Qochib ketib gol urishlari, bitta tep berib qo'ysa bo'ldi-da, haligi doim o'sha jamoa himoyalanayotganda Dembele himoyaga uncha qaytmasdi, hujumroqda, ya'ni yarim himoyada turgan bo'lardi. Bitta tepalarida Dembele o'sha o'qdek ketardi, borib turib bitta aldaydi-da, bunaqasiga bitta suqib qo'yardi. O'sha Tottenhamga urgan gollari yoki boshqa komandalarga urgan gollari bunga misol bo'la oladi. Shu Dembeleni shu kuchaytirib yuborish kerak deb o'ylardim. Keyin o'sha Barselona o'zi sinib ketdi, bu bola oyoqlari o'sha sinib, juda ko'p jarohatda yotdi va kasal bo'lsangiz siz haqiqatan ham kim kerak emas siz. Bu yerda uni eng omadsiz transfer deyishdi, bir narsalar qilishdi. Keyin oxirida Dembele ham bu o'sha gaplardan boshqa narsadan oxiri charchab PSJga yo'l oldi. Xuddi o'sha Messining yo'lini tanlab. Va PSJda kelgan mavsumidan boshlab hozirgacha o'sha Luis Enrique'da o'sha shogirdlik asosida Luis Enrique'ga shogird bo'lib, ancha kuchaydi Dembele va oltin to'pni ham oldi, mana Mbappedan oldi va bu yil ham xudo xolasa agar yaxshi o'ynasa Fransiya g'olib bo'ladigan bo'lsa Olise bilan kurashsa kerak va menimcha Dembele olib qo'yish ham mumkin. Agar Angliya oladigan bo'lsa keyin oladi, agar Fransiya oladigan bo'lsa jahon chempionatini Dembele olsa kerak menimcha. Yana bilmadim. Shu Dembele edi va undan keyin Xvicha Kvaratskhelia. PSJda Dembelesi ham, Luis Enrique'si ham, boshqa hech kimni hammasi duellari ham hech narsa qila olmayotgan paytda haqiqatdan sehrgarlik qilganda, o'sha sehrgar deb bekorga aytishmayapti uni. Yo'q joydan penalti ishlab bergan. Undan tashqari juda ham dahshat ketgan. Undan tashqari Bavariya bilan o'yinda ham agar
ko'rgan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, shu 5 turli o'yinda birinchi PSJni oldiga olib chiqib, PSJni ko'zini ochib, bundoq haligi qo'rqinchli shovqin asosida bo'g'ib tashlayotgan Bavariyadan bunaqasidan chiqib turgan, ya'ni zahvatidan deydimi, o'sha mahkam ushlab turgan qo'llar chiqib ketishga yo'l ochgan yagona futbolchi shu Xvicha Kvaratskhelia edi. Menimcha, to'g'risini aytaylik, shu Usmon Dembeledan ham ko'ra ko'proq yoki bo'lmasam shu darajasiga teng darajada shu Xvicha Kvaratskhelia zo'r o'ynab berdi bu mavsumda. Va oltin to'pga menimcha bir 3 talikka kiritsa ham ajab bo'lmaydi. Chunki PSJni asosiy tortadigan o'yinchisi Xvicha Kvaratskhelia bo'ldi. Bu bola shu Instagramdagi bitta aka shu video qilib chiqqan ekan, buni hayot haqida, shu Rossiyaga borgan, u yerda yaxshi o'ynamagan, bir narsa qilib u yoqqa borgan, bu yoqqa kelgan, keyin Fransiyaga kelib yo'l ochilib ketgan, shu kuchayib ketgan, Parijda kuchayib ketdi deyishdi. Va haqiqatan bundoq qarasa Rossiyada ham shu o'ynagan ekan. Keyin haligi bitta klipda ham chiqyapti, Gorki Kosmay deb turadi, muzikal bor, o'sha qo'shiqda ham o'sha aytib yurgan ekanda, mana shu bola ham oddiy bola. Va buni kumiri shu hammaga ma'lum shu Ronaldo ekan, o'sha Gruziya chempion bo'lganda, haligi g'olib bo'lganda, qaysidir narsaga chiqqanda, o'sha Portugaliyani yutib qo'yganda, yugurib borib turib shu jamoadoshlar bilan xursand emas, prosta o'zini o'sha kumiri bilan, ya'ni shu Ronaldo bilan so'rashgani, o'sha oldida turgani dan kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni Xvicha ham xuddi shunga o'xshash, Ronaldoga o'xshab sinmas iroda sohibi ekanligini bir qator ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shu taraflardan o'sha Xvicha Kvaratsxeliyani hurmat qila boshladim to'g'risi. Ya'ni u komandani sinib qo'yapgan emas, prosta havas urib turgan, hech narsa qila olmayotgan paytda shuni gol urib yoki bo'lmasam shuni boshqa harakatlar bilan o'sha penalti ishlab yoki boshqa nimadir qilib turib, shuni ko'zini ochyapti-da, komandani oldiga tortyapti. Ya'ni shu jarayon juda ham og'ir bo'ladi-da. Ya'ni bu o'sha lokomotiv bo'ladi, o'sha tortish juda ham qiyin. Haligi ayniqsa kuchli jamoani lider bo'lish undan ham qiyin. Shuning uchun o'sha Kvaratskhelia menga ancha yoqdi. Bugungi videoni ham deyarli yakunlayman. Ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz, uzoq bo'lib ketgan bo'lsa uzr so'rayman. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha doimo sog', omon bo'linglar. Paka.